Buni qisib olib yengil bo'ldi. Oldin qanaqa edi yana? 96 ga chiqdi mana. O'zi Cobalt necha grad ishlaydi? Kommentariyada yozib qoldiringlar bilganlar. Ishladimi? 97 da ishladi. 98 bo'ldi. Уже yarim yilga qaytadi, xudo xolasa. 97. 96 ga tushadi, 95. Ha, zagonda. Kimga shunaqangi kamrasxod xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan bilan qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Hop, Cobalt avtomobilni olib qo'yganmiz. Bunda bo'layotgan nima deydi, muammosi mashina 92 da ventilyator ishlab, shu baravar ko'p ishlab turibdi. Gradus ham 100 dan 102, 103 ga chiqib ketyapti ekan graduslari. Mashinani sal sovutdik. Endi buni o'zida radno termostatini olib, ichidagi asosiy o'qi bo'ladi, xullas. O'qini najda qog'ozda polirovka qilib, xohlasa ishlarni chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Agar bunday ham effekt bermasa, boshqa bir koreyskiy jemmi yoki bir Xitoy garantiyalini qo'yib, xudo xohlasa ishlarni bitirib beramiz. Videoni kuzatib borsalaring, xudo xohlasa qanaqa qilishligini, xudo xohlasa video davomida qo'yib ko'rsatib o'tib ketaman. Qanday biz boshladik. Hop, mana mashinamiz ancha sovib qoldi, qo'l kuyar kuymas bo'lib, termostatini olib, o'sha aytganimizdek ichidagini ignasini ozgina polirovka qilib, ishlashlarni yengillatib, maqsad suv qiziganda termostat tez ochiladi, soviganda tez yopilish uchun. Shu Cobalt gentralarda bo'layotgan muammosi, yangi termostat qo'ysa ham ish bermayapti, ko'p bo'lyapti bunaqalar problema muammolari. O'shaning uchun yangi qo'ysa ham, eski qo'ysa ham o'sha ignani polirovka qilib olsa, maqsadga muvofiq bo'lib, ishlar bittada o'xshaydi, xudo xolasa. Mana o'sha prujinalarni chiqardik, lekin termostat normal yonida o'zida qisilib qolgan. Hozir o'qidan ham chiqmayapti, korpusdan ham chiqmayapti. Buni omborda yo'l burash kerak, burash chiqyapti ekan. O'qi yoqda qolib ketdi. O'qini ham chiqarib. Mana o'qlari chiqdi. Yana ham sizlarga foydali bo'lishligi uchun video davom ettiryapman. Mana ko'rishlar mumkin. Ignani bu tarafidan, ko'ta tarafidan, shu tarafidan emas, qisib bir yuzini kelib olamizda. Mana bunday keyin xullas mayroq mayda, nolobkami, xullas nechadir majdayda buni qisib olib yana zicha ozgina polirovka qilamiz, yana najdaylar ozgina og'irroq, keyin litollab hamma shu yerda, hammasi bayramga kelishgan. Yaxshi. Hozir litollab endi. Litol, saldor litol bitta. Ichiga kirgizib yuboramiz, qayta tayyorlab. Kim olacak yani? Yürü gel. Yürü. Dina. Yengilib qoldi. Sizlarga qo'lda ko'rsataman. Omborda bosib havolarini chiqarib. Yengil bo'ldi. Oldin qanaqa edi yana? Ichida bosim borlik hisobiga suryapti buni bosganingizda. Mana shu holatda xudo xolasa zo'r ishlab beradi. Endi buni ustomonga qilib, bitgan holatlarni tekshirib sizlarga tashlaymiz.
Diğer masatlarni joyiga qo'yib, boshqa ham qolsa kerak, to'sib havo chiqqan yer qayerda deydigan bo'lsalaring, mana shu yerda ko'rsatishga qilaman. Mana shu yerdan 13 volt va atirkali rezinkali volt bo'ladi, salniga bor. Xullas, shuni bo'shatib olib, antifriz kuysalang, qachonki sekin o'zi bilan suv oqib, havo aralash suv chiqib keladi. Havo chiqqanicha oqizasizlar, ozgina oqqanini dalga qilib, shu bilan yaxshi bo'ladi. Hozir havo chiqajagan ko'r. Ana hozir suv keldi bu yer. Havolar chiqyapti bo'shalar. Ozgina chiqqandan keyin srazlik qo'riladi. Suvlan kuyda yozma, dalafelan kuyamiz. Mashina yurgizib, havolar chiqib, sekin-sekin aylanib o'tib. Havolari chiqdi, suvlari dalafga kuyildi yo'q hali, o'zini suvi kamil kuyiladi. Ventilyator hali ishlagan yo'q, lekin 2 metrdan 90 gradusga chiqib, o'sha 85, 83 oldidan 83 ga turib ekan. Holatlari yaxshi, hozir xuddi ishlab beryapti. Graduslar ko'tarilib, o'zi avtomatik tushyapti, 90 dan qaytyapti. 91 ga ham chiqqan yo'q. 80 gradus. Pechkalar ishlangan isigan. Suv aylandi hamma sistemada. Pechkalar o'chik. ga chiqdi mana. O'zi Cobalt-ki nechi gradusda ishlaydi? Kommentariyada yozib qoldiringlar bilganlar. Ishladimi? 97 da ishladi. 98 bo'ldi. Уже yarim yilga qaytadi, xudo xolasa. 97 ana. 96 ga tushadi, 95, ha, zakonni. Xudo xolasa chotki bo'ldi ishlari mana. Kimga shunaqangi kamrasxod xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan bilan qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib, savollaring bo'lsa, maslahat kerak bo'lsa, aloqaga chiqib so'rashlar mumkin. Joylar sog' bo'lsin. Albatta videoga bir dona like va kanalga obuna bo'lmaganlar do'stlarimiz obuna bo'lishni unutmang. Joylar sog' bo'lsin.